Assalomu alaykum. Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Abrorus kanalining ashaddiy obunachilari uchun hurmatli tomoshabinlar, biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 3 hududiga yetib kelganmiz. Hurmatli do'stlar, ilg'or drabilkalari O'zbekistonning eng ishonarli drabilkalaridan bittasi. Dehqonchilik buyog'i. Kimga nechta kerak bo'lsa tanlab olaveradi. Har turidan bor. Ko'p turidan bor buni. Akalar hali birinchi, ikkinchi, uchinchi qo'lga qimmat olmaysizlar. Dastavkasini qo'ydingizmi? Dastavkasi bilan qilib beramiz buni. Qayergacha? Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab akalar, uyda turgan joyingizda shu telefon qilasiz, ko'rinib turgan nomerlarga yetkazib olib berishadi. Oyiga nechta bityapti drabilkalar? Oyiga o'rtacha 300 ta. O'rtacha 300 ta. Kam emas, ko'p emas. Ko'p emas, o'rtachada endi bizga bir oyda 30 kun bo'lsa akalar, kuniga 10 ta drabilka egasini topadi. Eng kamida qo'l hamma pichoq bosib ketdi. Endi pichog'ini ko'paytirib qo'ydi. 24 talik qilib buni. 24 ta. Oldin nechta edi? Siz mablag' ko'targani qiynalsangiz, mablag' holatiga tashlaverasiz. Bemalol ayollar ham ishlataveradi. Keyin ko'chirishga ham udobli, yo'q ko'chirgani yengil. Motor nima dedingiz buni? Misab motkalik bo'ladi. 4 kilovat 3000 oborot. Ko'ringlar, hamma yo'q pichoq bosyapti. Endi chiqarishi bir xil ikkalasi ham. Bu aliment yaxshi chiqaradi, yo mis yaxshi chiqaradi. Ikkalasi ham bir xil ishlaydi ishlashi. Prosta obmotkasida farqi bor. Obmotkasi. Quvvati bir xil lekin. Ha. Buni garelkalari ham bor. Bitta gazini qo'shib oling boy aka. Ha, qarang. Yonishini qarang, mana Habibulloh. Odam bo'yi yonaveradi. 1,5 metr chiyapti-yu. Bu bitta qizib olsa yonaveradi bu. Boshida ozgina bir 2-3 minut qiziydi, bir pasda qiziydi o'zi. Qizilsa yonaveradi bu, qancha bo'lsa. Soatga olib bormaydi aka bu yonish bo'lsa. 1 soatga olib bormaydi. 1 soatda necha litr, necha pul rasxod qiladi? 2 litrdan 5 litrgacha rasxod qilish mumkin bu. Rasxod qilasiz 20 ming so'm, lekin 200 litr, 10 litrdan berganingizda 10 ta molga akalar, bunday hisoblasalaring 2000 so'mdan tushar ekan. Endi ko'mirni kulni yoqaman desa, mana hokasini. Hoka. Bular nima do'stlar, bunga nima ekan bilasizlarmi? Bir qop silos bo'lsa bitta qo'shib berasiz bo'ldi. Texnik o'ta kuchli ekan-a. Shular necha puldan tushyapti? Bular 780 ming so'm joyimizdagi narx. 780 ming so'm. Assalomu alaykum. Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Abrorus kanalining ashaddiy obunachilari uchun hurmatli tomoshabinlar, biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 3 hududiga yetib kelganmiz. Hurmatli do'stlar, ilg'or drabilkalari O'zbekistonning eng ishonarli drabilkalaridan bittasi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib video obzor qilamiz. Sizlarga mabodo o'sha universal drabilkalar zarur bo'lsa akalar, birinchi qo'l garantiyali joyga bemalol taklif qilaman. Kelinglar, ma'qul kelsa bemalol behijolat sizlarni qanaqa drabilkalar qiziqtirsa buyurtma qilsalaring ham bo'ladi va bu yerda tayyorlari ham bor. Hurmatli do'stlar, qarang. Ilg'or drabilkalari ish boshlaganiga 1 yil bo'ldi, lekin 5 yil, 6 yildan beri olib yurib turgan odamlar, misol uchun yangilab ilg'ordan qo'yapti. Chunki garantiya ish bo'ladi bu yerda birovdan olib kelib sotilmaydi. O'zlari haqiqiy ishini mutaxassislari qiladi. Shunchaki 100% sizlarga tavsiya qilaveraman. Hamma joyga narx-navoni taqqoslab olsalaring bo'ladi. Narx-navo endi akalar kimdadir arzondir, kimnikidir qimmatdir. Hammaniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga deydi, lekin bunga garantiya beriladi akalar. Ketdik, bittadan like bosinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Akamiz Nurullo akamiz ushbu ilg'or drabilkalar rahbarlaridan bittasi. Akamizni o'zi boshlayman deb uyda o'tirmaydi. O'zi mashaqqa chiqib, qo'ldan kelgancha hamma yoqda shogirdlar bilan birgalikda qiladi. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum Abrorus kanalining obunachilari. Sizlarga hozir biz qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz bu yoqda. Qarang aka, nima yangiliklar bo'ldi? Sextiyani ham kengaytirib yuborsa? Ha, yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Bu yerda garilkalarimizni o'zgartirdik, endi sezoni keldi, buni qo'shib qo'ydik. Garilkalar, hurmatli do'stlar, dehqonchilik buyog'i. Kimga nechta kerak bo'lsa tanlab olaveradi. Har turidan bor. Ko'p turidan bor buni. Keyin motorlarni ham turidan, hali skori baland past. 4 xil motorimiz ham bor. Keyin pechkalar qo'shib qo'ydik. Pechkalar. Bu o'zi uje pechka sezon boshlandi. Shu 1 oy, 1,5 oy trendda bo'ladi pechka sezon, lekin akalar hali birinchi, ikkinchi, uchinchi qo'lga qimmat olmaysizlar. Dastavkasini qo'ydingizmi? Dastavkasi bilan qilib beramiz buni. Qayergacha? Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab akalar, uyda turgan joyingizda shu telefon qilasiz, ko'rinib turgan nomerlarga yetkazib olib berishadi. Ishi bitta joydan bitsin deymizmi? Bilamizdan drabilka olsa, pechka, keyin atrobon garilka yo ko'mir garilka qo'shib
bittada borish uchun shunaqa qilib qo'ydik, hali qiynalmasin dedik. Gap yo'q. Aka, qarang. Chiroyli qilib ishlarni yurgizyapsiz. Oyiga nechta bityapti drabilkalar? Oyiga o'rtacha 300 ta. O'rtacha 300 ta. Kam emas, ko'p emas. Ko'p emas, o'rtachada endi bizni ramizga. Bir oyda 30 kun bo'lsa akalar kuniga 10 ta drabilka egasini topadi. Eng kamida Shunaqa. o'shalardan bittasi siz bo'lishingiz ham mumkin. Chunki akalar bitta chorvaga bitta drabilka bo'lmasa bo'lmaydi. Sizni ham yoningizdagi pulni tejaydi, ortiqcha yemni beraverganingiz bilan, misol uchun buni o'zini o'rni bor. Vaqtni ham tejaydi, pulni ham tejaydi, pulni ham tejaydi. Hurmatli do'stlar, qarang, drabilkalarimiz necha xil? Hozirgi kunda 5 xil drabilkamiz bor. 5 xil, ha? 5 xil turdagi. Hurmatli do'stlar, mana buni qarang. Bu yerga babi showroom bu yerda bor. Mana bu yerga tayyorlab qo'yganmiz. Ilg'or drabilkalarini hozir o'sha misligi, alyuminligi, arzoni, qimmati qo'ldan kelgancha ko'rsataveramiz. Eng arzon necha puldan chiqyapti? 2 million so'mdan chiqyapti. 2 million so'm. 2 million so'm. Motori qanaqa bo'ladi? Motori 2 kilovat bo'ladi. Aha. Obmotkasi alyumin bo'ladi. Obmotkasi alyumin. Bu ham o'sha ochilib yopirishlari kurchogi bilan ochiladi. Ha, mana bu tomoni harakat bilan ochiladi, setkalari ham joyidan almashadi ichidan. Pichog'i nechta buni? Pichoq 14 talik bu. Pichoq 14 talik. Hurmatli do'stlar, shu Makka jihori quruq qo'l qizig'i yo'q, chiqaraveradi. Bu ham bemalol mana shular qilgan ishni qiliraveradi. Hammasi bir xil vazifani bajaradi apparatlarimiz. Prosta motorida, pichog'ida farq qilishi mumkin. Necha tokda ishlaydi bu? Hozir bu 160-170 ta ishlayveradi bemalol. Undan pastga ham ishlaydi, endi tavsiya qilmaymiz lekin undan pastda. Mana shu hurmatli do'stlar drabilka 2 million so'm. O'zbekiston bo'ylab yetib boradi. Yetib boradi. Dastavkasi endi qo'shilib qoladi uning dastavkasiga. Joyimizdagi narx 2 million so'm. O'ta uzoqlar bo'lsa qo'shiladi. Qo'shiladi shunaqa. 2 million so'm atroflar bo'lsa 2 million so'mga dastavka ham qilib beraveramiz mana shu o'zimiz atrof bo'lsa. Garantiya qancha? 1 oy garantiya beramiz. 1 oy. Motorga 1 oy. Undan pichoqlari 1 yilgacha garantiya berilaveradi pichog'iga. Qarang, mana bunday narsada bu 1 oy degani akada o'zi tufta narsa bir haftada yoki bir marta ishlatganingizda bilinadi. Sizga 1 oy, 30 kun muhlat. Ko'rasiz, ma'qul kelsa olib qolasiz. Xo'p, keyingilari-chi, boy aka? 2 million 200 ming so'm bu. Mana bular 2 million 200 mingdan chiqadi. Bu tomonga o'tib ko'rsatinglar. 2 million 200 ming. Motori qanaqa buni? Motori 3 kilovatlik. Motori 3 kilovatlik. Nari 2 yukki, bu 3 kilovat. Keyin yasalishi ham boshqacha buniki. Ha, figurasi narigidan farq qiladi. Mana, hurmatli do'stlar, pichoqlari nechta? Hozir 14 ta buniki ham. Nariginikidan bir xil. Mana o'zi ham ozgina qalinlashdi. Listlar ham xohlasa qalinlashib boryapti. Bu apparatlarimizni ham qalinlashtirib chiqaryapti. Balonlari bor keyin buni. Bu yoqqa yetalashga. Hurmatli do'stlar, mabodo endi hamma xonadonda bir erkak shimolga qilavermaydi. Opalarimiz bo'lsa ham qiynalmay ishlataveradi. Qo'yani ham chiqarib. Xo'ja erkak olish qo'yin deb o'tirmaysiz. Sira qiladi, yetalashi ham yengil. Yetalashi qarang, hozir yurishi ham 2 million 200 ming so'm bu. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Hurmatli do'stlar, 14 talik pichoq 1 oy garantiyasi bilan beriladi akalar. 1 oy. Mana bularchi? Bular ham bir xil apparat. Hammasi bir xil narsa. Bir xil narsa. Hurmatli do'stlar, agar erinmasalaring videoni oxirigacha ko'ringlar. Bunda biz o'sha beda, somon, har xil o'tlarni chiqarib beramiz. Xohlasalaring Makka jihori chiqarib beramiz. Ko'rib baho beraverasizlar. Boy aka, bular shu 2 million 200 lik xodasi. Mana bularchi? Bular 3 million 300 ming so'mdan. 3 million 300. Buni endi motorda farqi bor. Misab motkaligi bo'ladi. Keyin mana bu qozonlari ham qalin bo'ladi. Mana buni kelib ko'rsatib qo'yinglar. Hurmatli do'stlar, buni borku ichini ochish uchun murakkab narsa emas. Mana bu kurchogini mana bunday qayirasiz, bo'ldi. Oho, hamma pichoq bosib ketdi. Endi pichoqni ko'paytirib qo'ydi. 24 talik qilib buni. 24 ta. Oldin nechta edi? 20 ta edi. 20. Mana bunisi ham qalin. Yana ham tezroq chiqarsin. Faqat tez chiqarish uchun qo'shdingizmi uni yoki boshqa narsa uchunmi? Endi pashti nariga 20 talik bilan bir xil chiqaradi. Endi prosta endi nima bo'lmasin. Ortiqcha kuch kelmaydi. Ortiqcha kuch kelmasin deb shunaqa qo'yib qo'ydik. Keyin bu apparatimizning qulayligi ham yonbosh holatda ishlaydi, ham tikka holatda. Endi poya chiqarganda solishga qulaydi bu. Hurmatli do'stlar, mana bu poya deylik. Siz mana bu ko'targani qiynalsangiz, mana bu holatiga tashlayverasiz. Bemalol ayollar ham ishlataveradi. Keyin ko'chirishga ham udobli, yoq-bu yoqqa ko'chirgani yengil. Motor nima dedingiz buni? Misab motkalik bo'ladi. 4 kilovat 3000 oborot. 4 kilovat 3000 oborot. 24 talik pichoqda necha pul chiqadi narxi? 3 million 300 ming so'm. Dastavka qilib beramiz O'zbekistonga. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab dastavkasi kelishilgan holda endi
Xorazmdan Qoraqalpoqda endi tuman markazlariga chaqib berishimiz mumkin buni. Ha, tuman markazlarigacha. Misol uchun endi kelishiladi unisi. Muammo emas akalar. Haligi hozir qarang, Ilg'orda drabilkalarini akalar men o'zim bir akamizga tavsiya qildim. 3-4 yildan beri olib yuradigan akamiz kishor to'xtatdi boshqa joyda. Faqat chetdan olyapti. Nimaga? Bularga drabilka sotib rahmat eshitish qanchalik yaxshi narsa. Bunaqa ishga boshqa narsasi garantiyali o'zini ishlarini mutaxassislari qiladi. Chunki 100% tavsiya qilaman akalar. 3 million 300 ming so'm. shuni 50 ming tushirib qo'ysak, men obunachilar uchun. Siz obunachilaringiz uchun chegirma qilib beramiz mayli. Qarang, 3 million 250 mingdan deylik. Kamida bo'lmaydi, yetkazib olib borib berasiz. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Gapi, hurmatli do'stlar, 3 million 250 ming so'mdan endi misol uchun 50 ming nimani hal qiladi deyishingiz mumkin. Bu yerda 10 ta bola borda, 10 ta boladan pulidan qayrilmasin deb ko'p tushirmadim. Shuning uchun 3 million 250 ming juda chiroyli narx va garantiyali, eng akalar garantiyaliga shular. Xo'p. Bu yoqdaki mana 3 million 100 ligi bor. Uni nimasida farq bor? Motorida farqi bor. Motori nima edi? Motor 4 kilovat alyumin obmotka bo'ladi bu. Aha. Motori 4 kilovat, alyuminat motka. Pichog'i nechta buni? Pichog'i 20 ta bunda. Pichog'i 20 ta. Hurmatli do'stlar, mana ko'ringlar. Hamma yoq pichoq bosyapti. Endi chiqarishi bir xil ikkalasi ham. Bu alyumin yaxshi chiqaradi, yo mis yaxshi chiqaradi. Ikkalasi ham bir xil ishlaydi ishlashi. Prosta obmotkasida farqi bor. Obmotkasi. Quvvati bir xil lekin. Ha. Hurmatli tomoshabinlar, masalan, alyumindiki necha pul tushyapti hozir? 3 million 100 ming so'm. Misdiki 3 million 300 ming so'm chiqib turadi. Endi 50 ming endi siz nomingizga kelganlarga qaytarib qaytardik. Hurmatli do'stlar, keyin mana bular narsani sizlarga tushuntirib qo'yay. Akalar 4 xil yoki 5 xil, kamida 4 xil setkasi bor buni. Mana bu misol uchun qo'yga chiqaradigan bo'lsangiz, mana bu molga chiqaradigan bo'lsangiz, bu mashinada katta ketmaydi bu. Urib maydalaveradi. Mana bu donga un holatiga keltirish uchun mana buni qo'yasiz. Buni akalar Habibullah gapingizni bo'ldim. Bitta apparatimiz o'zi mana shu qoyani, sholapoxol, beda, yer yong'oq, pres, somon, makka sotasi, dona, bug'doy, mana shu narsalar hammasini chiqarib beradi. Moli yeydigan narsa borki, hammasi bittasida ish bitadi. Bittasida ish bitadi. Setkasi almashtiriladi, bo'ldi. Hammasi bir xil vazifani bajaradi. Bular ham, bu ham hammasi bir xil vazifani bajaraveradi. Aka, bitta telefon 1,5 ming, 1700 dollar bo'ladi. 3 million 250 ming so'mga bitta olib berib qo'ying, bir umr rahmat. Buni tugashi oson emas. Parvarishini qilib, misollar kerakli joyda kerakli ishini qilib yursangiz, 10 yil, 15 yil ham ishlataverasiz. To'g'rimi? Arendaga berishyapti. Odamlar arendaga ham berib pul topishyapti bunda. Arendaga beryapti, ha? Arendaga berib pul topishyapti-da. 3 million 250 mingdan qo'ydik. Shunaqa. Gap yo'q. Aka, siz bizni gapni oldingiz, sizga xursandman. Hurmatli do'stlar, 3 million 100 ligini nima dedik? Nechta buni pichoq? 20 ta. 20 ta, ya. 20 talik buni pichog'i. Qalin nimalari bir xil, materiallar bir xil. Prosta o'sha motorini obmotkasida farqi bor. Ha, akalar, arzonni sho'rvasi tatimas. Misol uchun, men o'qib tashladim, buqib tashladim deyishda emas. Buni sotib olish hech narsa emas buni. Gapga javob berish kerak. Bir oy garantiya ham bo'ldi, garantiya. Bir oyda yoqmasa aytasiz. Lekin xudo xolasa og'onam qo'ni-qo'shni aka-ukalarga tavsiya qilyaptiki, yaxshi narsa. Mana buni qarang. Bundan buyog'iga akalar atalar sezon boshlanyapti. Misol uchun akalar, men atalarni bo'lmaydi ham demayman. Faqat atalarda berishda tavsiya qilaman ham demayman. Kerakli paytda atalar berish kerak. Nokerak paytda quruq ham bersa ham bo'laveradi. Misol uchun akalar, atalar pishirish ham muammo emas. Mana o'zlari qilgan, mana buni qarang. Ham o'choq, ham atalar idishi ham ichida. Mana ko'ring. Buni misol uchun 2 ta molga qancha ketadi? 5 taga, 10 taga, 20 ta molga atalar idishlar desalar ham bor. Bularni nafaqat bitta o'chog'i, balki bu tomonda akalar garilkalari ham bor. Bitta gazini qo'shib oling boy aka. Mana qarang. Yonishini qarang, uni Habibullah. Odam bo'yi yonaveradi. 1,5 metr chyapti-yu. Bu bitta qizib olsa yonaveradi bu. Boshida ozgina bir 2-3 minut qiziydi, bir pasda qiziydi o'zi. Qizilsa yonaveradi bu, qancha bo'lsa. Pasaytiring. Rasxod qo'shgan sari ko'tarilib boraveradi olov. Bu hozir atrabonga. Bu atrabonga. Qarang, aka, bitta nechta litrli idishga tavsiya qilasiz buni? Endi bu 200 litrli. 200-300 litrli bemalol qaynataveradi bu. Deylik 200 litrli idish, atalarni to'ldirdik. Necha soatda pishirib beradi?
1 soatga olib bormaydi agar bu yonish olsa. 1 soatga olib bormaydi. 1 soatda necha litr, necha pul rasxod qiladi? 2 litrdan 5 litrgacha rasxod qilish mumkin bu. Olovni masalan bundan ham baland bo'lib ketadi-da, u kuchliroq qo'shib qo'ysangiz u baland bo'lib yonaveradi. Sredni 4 litr, 3,5 litr, 4 3 litr, 3,5 litr atrofida. 3 litrda necha pul bo'ladi atrofim? Endi ba'zi joylarda 4000 joy bor, 3000 joylar bor, 5000 joy bor, har xil. 5000. Qo'y 20 ming so'mlik bo'lsa, ya'ni yozimman tezak chiqishni foydasi yo'q ekan. Foydasi. Buni rasxod qilasiz 20 ming so'm, lekin 200 litr, 10 litrdan berganingizni 10 ta molga akalar, bunday hisoblasalaring 2000 so'mdan tushar ekan. Endi ko'mirni kulni yoqaman desa, mana hokasini. Hoka. Bular ham bor. Buni ham qo'shib olasizmi gazni? Mana bu qarang. Hozir buni ham bitta qo'shib ko'rsatsin. Hozir o'chib qoldi, hozir qo'shiladi. Ya bo'ldi, sekin qo'shadi-da. Sekin qo'shiladi. Bu ham qarshi bo'ygacha olaveradi bemalol ko'tarilib. Qarang. O'zi asli qaysi udobli, ko'mir matrobonmi? Ikkalasi ham qulay deyman bu. Bu tomondan oling. Ikkalasi ham qulay. Keyin buni tappini yoqsa ham bo'ladi bunda. Zo'r yoqadi bu. Havo haydab bergan hisobga kuchli yonadi. Ham tez qaynatadi-da talalarga. Harakat tez-a? Hozir bu ham bitta qalash bo'lsa ketaveradi bu ham baland bo'lib. Bo'ladi do'st. Hozir sizda necha xili bor bu garilkani? 2 xil garilka bor. Keyin motorlariga qarab o'zgaradi-da. 10 ta skorligi bor. Pilisos motorning o'zi bor. Pilisos motorga o'sha 10 ta skorlikni qo'shilgani bor. U 10 ta skorligi, hali tok o'ynaydigan joylarda ham bir xilda usha beraveradi. Qarang, mana bu qanaqa skorligi? Nechiligi bu? Bu hozir bu Xitoy motorimiz bor. Bu skori mana bunaqa miya qo'yganmiz. Miyasi bor. Bu universal rela bo'ladi-da. Buni narxi 900 ming so'm. Mana shu kampilik. Olib borish uchun chiqadi bo'ldi. Endi motori qo'shilib o'shanga qarab o'zgaraveradi narxi. Agar motorni kuchaytirsa, o'zgaraveradi narxi. Necha pul eng maksimum zo'ri? Endi 1 million. 1 million da. Endi bu yog'i talab ko'p raznica qilmaydi. Mana bu ko'mirligi necha kilo rasxod qiladi? Ko'mirligi masalan 300 litrlik atalarni 10 kilo yoki 15 kilo bilan pishirib olsa bo'ladi bemalol. Qarang, ko'mirda kilosi 1400 so'm, to'g'rimi? 10 kilo bo'lsa 14. Undan ham arzonroq bo'ladi, yo'q hokasi. Hokasi arzon. Biza 15 ming so'm bilan buni ham pishirib qo'ysa bo'ladi. Endi akalar, hali ko'p mol boqadigan akalarimizga zo'rda bu. Bu o'tinda agar so'b tezak so'sangiz, mashincha olib tezakni ham yog'ib yuboradi. Bunga ko'mir olsa ham hokasi chiqadi-yu, o'shani ham yaporatda bu. To'g'ri. Hurmatli do'stlar, videomizni qisqa qilamiz. Sizlarga qaysi qiziq? Men 3 million 250 mingdan chiqqanlarni bir yurgizib ko'rsatib beramiz. Ko'rasizlar, qanaqa tipda ishlaydi. Bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Akalar, menga telefon qilib, haligi nima deysan, tavsiya qilasanmi degan savolga men hozir javob berib ketaman. 100% tavsiya qilganimdan ko'rsatyapman. Menga ham hali puliga qiziqib nimani bo'lsa reklama qilib ketavermaymiz. Garantiyali joyda qilamiz akalar. Shuning uchun ko'ngil to'q qilinglar. Voy aka, mana bu qator necha pullik edi 5ovi? 3 million 250, 3 million 100. Nechtasi? Mana shu qator. O'nisi ikkalasi 3 million 100 dan. 3 million 100 ligidan. Mana bular 3 million 250. 250. Qani mana shundan bitta Sholi Pohaldan boshlaylik. Sholi Pohal hozir sezon-ku. To'g'rimi? Vallahi, kabi qapa. Hurmatli do'stlar, ketdik. Mana shunda bittada ishlatib beray. Habibullo. Dollar olib qo'yamiz. Sholi Pohal, hurmatli do'stlar. Beda qiling. Quruq makkapoya. Makkapoya. Tomondan tashlab yuboraymi bular? Bo'ladi.
bo'ladi akajon. Bu to'xtagungacha ham ancha vaqt ketadi. Yo'q, zo'r, normal. Nima do'stlar, bunga nima ekan bilasizlarmi? Bir qop silos bo'lsa bitta qo'shib berasiz bo'ldi. Qo'yani, qani u qo'ya. Qo'yasi ichida yo'q ketdi. Hurmatli do'stlar. Mana somonda ham bor-ku, bug'doy somonda tarkibida kirchatka bo'ladi. Misol uchun silosni o'zini bersangiz ham molingiz o'zgarmaydi. Somonni mana bunaqa holatda aralashtirib bersangiz, oshqozonda yaxshi ishlab, tez hazm qilib beradi, molni o'zgarish effekti tezlashadi. Shuning uchun somonni uyutib beraman, denib beraman bas, qo'shib aralashtirib bering. Juda mayda ekan aka bu. Qo'yani qarang, qo'yani. Yo'q, parcha-parcha bor. Mol atxut ham chiqarmaydi, umuman. Ha. Gap, ko'rdinglar-a? Kim bitta pichoqni ko'rsatib qo'y shu joyiga. Hurmatli do'stlar, biz bor-ku, shlaka blog ham, ketmon ham, tesha ham tiqib olishimiz mumkin bunga. Foydasi yo'q. Qarang, buni misol uchun siz ketmon chiqargan olmaysiz-ku. Lekiga 100% aka garantiya beramiz. Qani? Hozir. Hali ham to'xtagan yo'q bu. O'ta yengilligini hisobiga akalar, gupet to'xtab qolmaydi. Sekin o'zini holatida. Original maxavik bu. Ha, originalligi uchun shunday Moskva ishchilar maxavik videolarida. Gapim. Bu hozir mayda ekan, qo'yib olibdi bu. Qo'yib olibdi. Molbob bo'lsa sal yiriroq chiqaradi. Bundan ozgina. Bu cheres turmaydi hozir aka bu. Endi hozir to'k ham kuchli deb aytdi. Ha. To'k kuchligi hisobiga ham urib tashlaydi. urib tashlaydi. 225 ta aylandi aka, lekin mana shu hozir men ko'rdimda. 225. Hurmatli do'stlar, mana to'xtadi. Bitta ko'rsatib qo'yaylik. Pichoqning holatini. Mana. Ha, to'xtadi. Ko'rdinglarmi akalar, mana. Pichog'i ser pichoq bu. Shuni hisobiga maydalab tashlashi oson buni. Xo'p, aka qarang, don ham chiqarib beramizmi? Don ham chiqarib beraveramiz mana. Don chiqaraylik. Bu yoqda mana bug'doy solib qo'yganmiz. Qanchaga bug'doy solgansiz? Mana shunga. Hurmatli do'stlar, endi kimdadir bug'doy dehqonchilik bo'lishi mumkin. Buni zot atalaga pishirib bersangiz ham yoki o'sha kepakka yoki yemga qo'shib beraman desangiz ham Boshlab yubordim. maydalab beramiz. Eng mayda ketkazsa turibdi hozir bu. Bo'ladimi Habibulloh? Narigilarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Akalar, bu eng mayda ketkazsa turibdi hozir bu. Eng mayda. Qop qo'ysa yana ham naq ko'radi. Qop qo'yilsa bunga. Bundan maydasi mayda-da. Qop qo'ysa yana mana ullarini uchib ketmaydi-da maydasi. Ha, qop qilib qo'yib qisib olmadi. Boylab qo'yilsa, Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, xo'p, endi qaysilarimiz qoldi boy aka? hozir bu yoqda mana bular ko'rsatib qo'yaylik. Mana buni ham ko'rsatib, pechkani qarang, o'ta yoqib qo'yibdi. Sho'rvani tashlab qo'yilmabdi. Issiq bu. Texnik o'ta kuchli ekan-a. Shular necha puldan tushyapti? Bular 780 ming so'm joyimizdagi narx. 780 ming so'm. Ha, qarang. Yonishi tez. Ochsa yana kuchaveradi, mana qarang mana. Ochib qo'ysa, Ha, ozgina ochib qo'ysa tagini. Kuchaveradi. Issig'ini ko'ryapsiz. 780 ming so'm akalar. Rasxod kammi ko'pmi? Rasxod kam. Bu O'ta 2 kilo ko'mir bilan 12 soat yonadi. Qancha bilan? 7 kilo ko'mir bilan 12 soat. 12 soat. Endi sovuq kunlar ozgina rasxod qo'shilishi mumkin. Keyin xonaga ham bog'liq. Xonaga ham bog'liq. Omma akalar, mana bu material o'ta chelestur qalin bo'lib ketsa ham issiq o'tkazguncha o'chib qoladi. Lekin bu o'zini alohasatini olingan. Bundan yuqorisi ham bo'lmaydi, qalini ham. Yoni 3lik listdan bo'lgan. Aha. Tepalari 2lik. Aha. Tepasi pasti 2lik listdan bo'lgan. 780 ming so'm. 780 ming so'm joyimizdagi narx. Endi joyiga qarab qo'shilib qoladi yo'l kirasiga. Ha. Qarang, siz buni savdogarlarga ham, klientlarga ham birdek berasizmi yoki savdogarlarga? Endi magazinlarga Optimga kelishamiz uni. Masalan, arzonroq beramiz Optimga. Masalan, 100 ta olsa necha qilib berasiz? 100 ta olsa endi telefon aloqaga chiqsa, kelishib berasa? Ha, o'tib beriladi. Akalar, endi misol uchun biznes qilmoqchi bo'lgan akalarimiz ham aloqaga chiqaverasizlar. Misol
Buni aybi yo'q. Agar sizlarga bitta ikkita zarar bo'lsa, ko'ngilda to'qib tavsiya qilaveramiz. Bemalol qishda siqqina bo'lib, bolalarni kasal qilmasdan chiqib olasiz. To'g'rimi? To'g'ri. Drabilkalarni ham magazinga kelishtirilgan holda. Ha, do'konlarga o'zi uje do'konlar urgani bo'ldi bunga. Olib sotmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsa, ularga ham kelishtirib beramiz aloqaga chiqsa. Endi ularga ham bitta narsasi bor-da. U gap arzon qimmatda emas. Aka, men mana shu narsaga bor-ku, juda ko'p tortishaman-da kimlar bilan. Arzon narsa yaxshi bo'ladi deganni emas. Lekin qimmat narsa ham puliga yarasha narsalar bo'ladi-ku. Mana uni hozir ortiqcha narx aytgan yo'q, 3,5 million deb yoki unaqa bunaqa. Maqsad ishlash. Olib ko'ring, keyin bilasiz. Nima qilamiz aka endi? Bo'lmaydi, bularda bitta ishlatib beraylik bularni. Mana hurmatli do'stlar, Makka sotda. Mana xolosda. Makka sotda endi. Mana bunday qilib maydalab buni o'tirib addeni qo'yga addeni molga addeni bergandan keyin shuni chiqarib olaman, qo'yga bersalaring bo'ladi. Ana shunda bitta ishlatib ko'rsatib berayman. Mana shunday ishlataylik. Hadi bismillah. Qolaveradi buni. Maydalab tashlayapti aka. Qolaveradi. İçidagi ham tugab olgandan keyin o'chirsa yaxshi bo'ladi hali. Ichida bab qoladi, to'xtab. Nurullo aka, bitta savol uyg'onib qoldi menda. Aksariyat drabilkalaringizda necha pulga ko'p sotiladi? Eng hadovoyi. Eng hadovoyi endi bular bo'lyapti. Hozir mis motorligi bilan alyumin kattalar. Bu ham yaxshi ketyapti. Masalan, moli kamlar bundan olishadi. Moli ko'proq odam, mana bu Mesela 10-15 ta moli bor, 20 ta moli bor odamga tushiradi. 30 ta moli bo'lsa ham yetkazib beraveradi. Yetkazib beraveradi. Hurmatli do'stlar, mana ko'rlaring, videoni umuman pauza qilmaymiz biz. Mana shuni ham hozir 10 ta moli bor odam ham olib ishlatyapti, kun ishlayapti, yarab bemalol. Qarang, o'zi o'ta narsada hali bir xil odam, yana drabilka chiqdimi deydi. Bu o'zimizni O'zbekistonda chiqqani uchun shunaqa. Agar biz o'zimiz O'zbekistonda mana bunaqa bir o'zini ustida o'zi ishlamasa, tayyor Yevropa chetdan oladigan bo'lsa, akalar, men buni narxini ko'rganman. Aka 6,5-7 milliondan olishimiz kerak aka. Xitoydan yoki boshqa yerdan kirib kelgan. O'zimizda chiqqani uchun teng baravar arzonligini hisobini bilgan bilan bilmagan bilmaydi. Garantiyasi ham bor. Garantiya akalar. Masalan, o'zimiznikilarga bo'lsin, devor yiqilsa, u yog'i ham, bu yog'i ham o'zimizniki, lekin tufta bas. Tufta bas bular, garantiyali narsalar. Garantiyali narsa agar buzilib yo boshqa bo'lib qolsa, biz to'g'rilatib beramiz uni. Muammosi yo'q, unaqa telefonni ko'tarmasdan, aka ertagini deyilmaydi. Sirazi qilib beriladi bu narsa. Gap yo'q. Qarang, endi hozir beda bilan yer yong'oq chiqarib beraman shunda. Bu motori qanaqa edi? 3 kilovatlik bu. Tok o'ta kuchli ekan aka. Tok hozir bizda balandda. Qaysi joylarda bu zo'r, qaysi joylarga buni qattiq qiladi. Baland joyga naringlar. Bismillah. Beda. Ko'p ovarpanda hozir qattiqlaganda bu nimasi? Yer yong'oq. Tomon qo'shib qo'yibsa. Qo'l yetib bormaydi bunga. Hurmatli do'stlar, mana shu 2 million 200 ming deyilgan aka. O'chirib qo'ydim. Ha, ko'ryapsiz, eng mayda setkazdi. Parchalab oladi. Tok ham вообще kuchayib ketdi hozir bizda bor, bilmayman 250 bo'lib ketdi. Tinchlik bo'lsin-da. Hurmatli do'stlar, mana keyin men bu o'zimiz yoqimtoydan bitta chiqarib berak. Bo'ldi, bunda ham hozir bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu ham hurmatli do'stlar, mana undan qolishmaydi aka, undan o'tsa o'tadiki, qolishmaydi bular. Birinchi Makka poyoni olib keling aka. Makka poya chiqarib beramiz shunday. Makka poyoni olib keling. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar 235 ekan to'kchi. Alloh, Makka poya chiqarib beramiz, chiqarmabmiz. Ko'pchilik so'rayapti, chiqaradimi?
Maydalik qildi. Ketkasi. Sitkasi. Makka poya yo'q bor, değil mi? Hiç bunaqa emas. Hozir shu Makka payami shu? Makka poya. İyi bu tomondan battar bu. Tokimiz ham hozir 200 dan 240 dan o'tkazib turibdi tokimiz. Qanchalar bor, değil mi? 10 ko'ryapti. Yirik setgan qo'ysa yana ham tezroq. Tezlashadi va bundan ko'ra chut-chut dag'alroq bo'ladi. Bu ham hozir qarang mana shuni. Nari yirigidan chiqarsa ham bo'ladi, mayda setkasida chiqargan. Aka, shu holatda Makka poyani o'zini beringlar. 30% qoladi, 70% yeyiladi. Lekin mana bunda yuqigacha yaylab qo'yadi. Qattig'ini ham ko'ryapsiz, ezib tashlagan o'sini. Ha. Yo'q. Ammo men bu narsaga besh ketdim, zo'r ekan. Qanaqa yoqar, qiyinmi buni yoqish? Yoqish. Tepadan yoqiladi bu. Mana tugunchalari bor ekan, Chuguni ham qalinidan, hali yupqasidan emas, qalindan qo'ydirganmiz. Aha. Bunisi sal kattaroq variant. 24, 25 ligi bu. Mana bu. Ha, bunisi 20 ligi. 20. Eshigini ko'ring, kattaroq. Ha, bu katta ekan. Puli bir xil. Puli bir xil ikkalasini ham. Puli bir xil. Bizda puliga qo'shilmaydi, bir xil qilib beramiz. Kimgadir qanaqa? Kimga qanaqa o'sha. Hurmatli do'stlar, bu tomonni ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Mana bu tomonda ukalarimiz, akalarimiz ish qilib yotishibdi. Mana shu yerda akalar ko'pchilik rizq qo'shilgan bunga. Hamma birday harakatda. Kelinglar, ko'ringlar. Ma'qul kelsa olinglar. Birovda aldab, birovga bunday narsa berish uchun emas. Yaxshi narsa berish uchun ish qilyapti. Like bosinglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. O'zbekistonimiz tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qarang, kanalda aytdingiz 1.900.000 deb garilgan. Mana bu narxi 1.900.000 emas. yo'q, 1 million bitta 900.000 atrofida. Mana bularchi? Bular aka joyimizdagi narx 950.000 so'm. Bu kattasi, 300 metrligi bu. Aha. Bunisi 800.000 so'm, 750.000 so'm qilib beradiganimiz ham bor bu yoqda. 750.000 so'm qilib beradiganimiz ham bor. Yani. Hurmatli do'stlar, mana bu kampirlarga olsalar dastlabki qilib berasizmi? Kampirlarga olsa dastlabki qilib beramiz. Kampirlarga olsalaring dastlabkasi muammobas qilib beriladi. Hurmatli do'stlar, xullas kelaverasizlar, arzimas mehnatimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turishlaringni xohladik. Qo'llab-quvvatlab turgan akalarimiz bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Har doim bizni kuzatishda davom etmanglar, like bosinglar. Rahmat.